Videoni tomosha qilamiz ham. İmkoni bormi? Konsert rejissyordan so'raymiz. İmkoni bor bo'lsa bitta tomosha qilaylik. Har kun yolg'izman qarab, yashayapman men kunlar sanab, seni tinmay sog'inmoqdaman. Sevgim rad etib ketding, yuragimni numtalab, sensizlikka o'rganmoqdaman. Juda go'zal. Mana shu qizimizni taklif qilamiz. Bitta olqishlab qo'yamiz. Venom guruhining muxlislari har bitta yosh ijodkorni qo'llab-quvvatlaydi. Biz keyingi taronani birgalikda kuylaymiz. Tayyormisiz? Молодцы! Sevgim rad etib ketding, yuragimni sensizlikka. Bir zum yasholmas edik, hayotimiz ko'rolmas edik. Nahot bo'ldi barchasi. Yoki vaqtga qolsa, dardimni men senga aytsam, o'zgarardi balki hammasi. Birgalikda. Kestonga bor, kel bag'rimga to'yib bosay. Dardlarim bir so'molday. Borligingni men hissetsam, bir so'mga yoningda porlar. Kestonga bor, kel bag'rimga to'yib bosay. Azizlar, Dilnozaxon Qarsagiyda. Dilnozaxon yaqinda ijodlarini boshlamoqchi ekanlar. Qanday taxallus bilan boshlamoqchisiz? Men o'z ijodimni D-Icon taxallusi bilan boshlamoqchiman. Nima ko bilan? D-Icon. Xo'p, azizlar, yoqdimi taxallus?
Instagramda hozirda D-Icon nomlari bilan hozir Instagram yuritmoqdalar. Endi muxlislardan bitta so'rab olamiz, bu qaysi taxallus yaxshiligini? Azizlar, qaysi taxallus yaxshi? D-Icon deganlar. Tushundingiz? Endi qarab turing. Dilnozaxon deganlar. Mana xalq fikri har doim har narsadan muhim. Lekin men bitta narsaga xursand bo'ldim. Bugun sizni bitta orzungiz emas, unga qo'shilgan holda yana bitta orzu ushaldi. Hamma ko'pchilik san'atkorlar orzu qiladigan orzu, ya'ni Benom guruhi bilan duet kuyladingiz, to'g'ri, lekin Benom guruhining muxlislari bilan ham birgalikda duet kuyladingiz. Tabriklayman. Mani eng katta orzularimdan biri ushaldi va men buning uchun Benom guruhiga katta minnatdorchiligimni izhor etaman. Sizlarga bundanda baland parvozlar tilayman. Va Benom guruhi muxlislari meni shunchalik iliq kutib olganingiz uchun hammanglarga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bravo. Juda go'zal. Dilnozaxonga qarsakinglar, azizlar. Salom. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz.